Tojikiston Respublikasining Tog'li Badaxshon viloyatida 7 balli zilzila sodir bo'ldi. Bu haqida Seysmoprognostik Monitoring Respublika markazi xabar berdi. Bildirilishicha, 13 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 09:24 da Tojikistonda yer qimirlagan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 266 km janubi-sharqda sodir bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining hududiga sezilish kuchi: Farg'ona viloyatida 3 ball, Namangan viloyatida 2-3 ball, Sirdaryo viloyatida 2-3 ball, Andijon viloyatida 2-3 ball, Jizzax, Toshkent, Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida esa 2 ballni tashkil etdi.